Nimaga ha deb Angliyaga deyapmiz. Mana hozir bitta video qo'yib beraman. O'zimizni jaydar yigitlar kelib bir haftalik topgan pulini qo'yib beryapti mana. Hozir ulab mana shu video davomini qo'yaman. Ko'ringlar, harakat qilinglar, kelinglar. Xudo xolasa billa ochilishi bilan registratsiyadan o'tamiz. Qana to'ldirishdi, qana o'tishdi men o'zim juda chiroyli qilib o'rgataman. Uning uchun bitta konsalting firmaga borib 300 ming beraman, keyin viza chiqqandan keyin 3 ming dollar beraman degan nimalarga ishonishi shart emas do'stim. O'zingizni qo'lingiz bilan qilsangiz bo'ladi. Oson, men tushuntiraman. Videoda ko'ramiz. Asıl bugün bir hafta bo'ldi kelganimizga oylik oldik. Qancha oylik oldik bir haftada? Mana shu Angliyaga kelayotganlar so'raydi, bir haftada qancha topasizlar deb telefondan ko'rsatib ber. 580 funt sterling plastikga tushadi. Dollarda qancha bo'ladi примерно? So'mda 10 million ha, где-то? Dollarda ko'rsatamizda biz. Dollarda ham ko'rsat. Ha? So'mda hisoblaganimizda 580 Masha 10 million so'm bir haftada 10 million pul ishlading. 50 soatda Angliyaga va keladiganlarga nima deysan? kelganlarga nima deyman? Kelinglar, ishlanglar,